O'rtoqlar jamoasi yig'ilishar ekanda. Endi talashishar ekan, men mehmon qilaman, yo'q men mehmon qilaman. Mani manoncha qasrim bor, mani manoncha bog'im bor. Mani bog'imdan daryo o'tgan, manikidan 2 ta daryo o'tgan, manikidan 3 ta, manikidan 4 ta. Men mehmon qilaman deb talashib tursa, Alloh taolo aytar ekan, sizlar bir-birlaringni mehmon qilib bo'lgansizlar. Endi mehmon qilish meni navbatim. Sizlar uchun alohida jannatda bog' bino qilingan, o'rtasida nurdan bo'lgan dasturxon, alvon nozik ne'matlar borki, boshqa jannatda yo'q. O'sha joyga boringlar, mehmon bo'linglar. Sizlar uchun bugun borishib, mehmon bo'lishib, dardlashib, yig'lashib endi qaytamiz deb tursa, Alloh aytargan, nimaga shoshilyapsizlar? Robbimiz yedik, ichdik, o'ynadik, didorlashdik, kuldik, yig'ladik. Endi qaytyapmiz, yo'q. Yana va'dam, yana nima va'ding? Bizga yetadi, mana do'zaxliklarni chiqardik, jannatlar bilan ko'rishdik. Bizga yetadi, yo'q. Ha nima va'ding? Jamolimni sizlarga qayta ko'rsataman derdi Alloh. Har juma Alloh jamolini ko'rsatsa, o'rtoqlarga alohida ko'rsatar ekan. Alloh aytar ekanki, har oyda shu kunisida shetga kelinglar, sizlar uchun muntazir mehmon bo'lib ketinglar. Mehmondorchilikning nihoyasida o'zimni jamolimni ko'rsataman.